Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Davlat yordami bo'yicha yangi tafsilotlar ko'pchilikning nafaqasi, qo'shimcha to'lovi, subsidiyasi yoki ijtimoiy yordamini o'zgartirib yuborishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ayrim odamlar bu imkoniyat borligini bilmay, o'ziga tegishli pulni yoki imtiyozni olmasdan yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar kutib turishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi va qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerakligini oddiy tilda aytib beraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumot vaqtida yetib borsa, bir oilaning budjetiga jiddiy yordam bo'lishi mumkin. Avval ko'p pensionerlar davlat yordami deganda faqat pensiya miqdorini tushunardi. Ya'ni odam pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi, unga oy pensiya tayinlanadi va shu bilan masala yopilgandek tuyuladi. Lekin amalda ijtimoiy yordam tizimi faqat pensiyadan iborat emas. Unda kam ta'minlangan oilalarga yordam, yolg'iz keksalarga ko'mak, kommunal to'lovlar bilan bog'liq yengilliklar, tibbiy yordamdagi imtiyozlar, nogironligi bor pensionerlar uchun qo'shimcha imkoniyatlar, parvarishga muhtoj keksalar uchun alohida qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar ham bor. Ilgari ko'p jarayonlar qog'ozbozlikka bog'liq bo'lgan. Pensioner bir idoradan ikkinchi idoraga borar, mahalladan ma'lumotnoma olar, bankdan ma'lumot so'rar, tibbiyot muassasasidan hujjat yig'ar, yana qayta tekshiruvdan o'tar edi. Buning oqibatida ko'p odamlar baribir bermaydi, hujjatim yetmaydi, mening yoshimda yurishga kuchim yo'q deb murojaat qilmasdan qolardi. Ayniqsa qishloq joylarda yashaydigan, farzandlari boshqa shaharda bo'lgan yoki internetdan foydalanmaydigan keksalar ko'proq qiynalardi. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat yordamini aniqlashda ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Ya'ni pensiya miqdori, oiladagi a'zolar soni, doimiy yashash manzili, nogironlik holati, bandlik ma'lumotlari, ayrim hollarda mulk va daromad haqidagi ma'lumotlar tizimlar orqali tekshiriladi. Bu bir tomondan qulay. Ayrim ma'lumotnomalarni odamning o'zi olib yurishi shart bo'lmaydi. Ikkinchi tomondan esa xavf ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, manzil noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, oilaviy tarkib yangilanmagan bo'lsa yoki pensionerning haqiqiy holati hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, yordam rad etilishi yoki kechikishi mumkin. Men ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner o'zini yordamga haqli deb biladi. Lekin tizimda u farzandi bilan bir xonadonda ro'yxatda turadi. Farzand ishlaydi, daromadi bor. Shuning uchun tizim oilani kam ta'minlangan deb ko'rmaydi. Aslida esa pensioner boshqa joyda yolg'iz yashayotgan bo'lishi mumkin. Farzandi unga muntazam yordam bermasligi mumkin. Demak, yangi tartibda faqat men kam olaman deyish yetarli emas. Hujjatdagi holat bilan real hayotdagi holat mos bo'lishi kerak. Birinchi navbatda pensionerlar davlat yordamini 3 katta guruhga ajratib tushunishi kerak. Birinchisi pensiyaning o'zi va unga bog'liq qayta hisob-kitoblar. Masalan, ish staji to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa, arxiv hujjatlari topilsa, ilgari hisobga olinmagan ish davri tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu juda muhim. Chunki ba'zan odam 20 yil ishlagan, lekin hujjatda 37 yil ko'rinadi. 3 yil farq pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchisi ijtimoiy yordam va moddiy ko'mak. Bu har oy beriladigan yordam bo'lishi ham, bir martalik yordam bo'lishi ham mumkin. Bunda pensionerning daromadi, oilaviy ahvoli, yashash sharoiti, sog'lig'i, qaramog'ida kim borligi, uy-joy xarajatlari kabi omillar hisobga olinadi. Masalan, bir pensioner 900 ming so'm pensiya olsa, lekin u yolg'iz yashasa, dori-darmonga har oy 30 ming so'm sarflasa, kommunal to'lovlar 2 ming so'm bo'lsa, real qo'lida juda kam pul qoladi. Bunday vaziyatda u mahalla yoki ijtimoiy xizmatlar orqali qo'shimcha ko'mak masalasini ko'tarishi mumkin. Uchinchisi xizmat ko'rinishidagi yordam. Hamma yordam pul shaklida berilmaydi. Ba'zan tibbiy ko'rik, sanatoriy yo'llanmasi, reabilitatsiya vositalari, nogironlik aravachasi, eshitish moslamasi, parvarish xizmatlari, uyga kelib ijtimoiy yordam ko'rsatish kabi xizmatlar ham davlat qo'llab-quvvatlovi hisoblanadi. Odamlar ko'pincha faqat pul beriladimi deb so'raydi. Men esa doim aytaman, ba'zan xizmatning qiymati puldan ham kattaroq bo'ladi. Masalan, bir eshitish moslamasi yoki reabilitatsiya vositasi pensionerning bir necha oylik nafaqasiga teng bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar tekshirtirishini tavsiya qilaman.
Agar sizning turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, farzandlaringiz alohida yashasa, kundalik xarajatlaringizni o'zingiz qoplayotgan bo'lsangiz, siz ijtimoiy yordamga haqli bo'lishingiz mumkin. Bu yerda asosiy masala shuki, sizning yolg'iz yashashingiz hujjatlarda ham to'g'ri aks etgan bo'lishi kerak. Agar ro'yxatda siz bilan birga 2 nafar ishlaydigan farzand ko'rinsa, tizim sizni yolg'iz deb hisoblamasligi mumkin. Ikkinchi guruh nogironligi bor pensionerlar. Nogironlik guruhi tibbiy xulosa, parvarishga ehtiyoj, dori-darmon xarajati, harakatlanish qiyinligi kabi holatlar qo'shimcha yordam uchun asos bo'lishi mumkin. Masalan, 2 yoshli ona ikkinchi guruh nogiron, pensiyasi 1.200.000 so'm. U har oy qon bosimi, yurak va qand kasalligi uchun dori oladi. Doriga tartib etib 1000 so'm ketadi. Uyda zinapoya bor, tashqariga chiqishi qiyin. Bunday vaziyatda nafaqat pul yordami, balki tibbiy ijtimoiy xizmatlar, uyga patronaj yoki reabilitatsiya vositalari masalasi ham ko'rib chiqilishi kerak. Uchinchi guruh pensiyasi juda past bo'lganlar. Ba'zan odam o'z pensiyasining nega kamligini bilmaydi. Sababi ish staji to'liq kiritilmagan, ish haqida ma'lumot topilmagan. Ayrim yillar arxivda qolib ketgan yoki hujjatda ism sharifdagi bitta harf xatosi sababli davr hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasida Karimova deb yozilgan, pasportda Karimova Dilbar emas, Karimova Dilbaroy deb ko'rsatilgan. Shunday mayda farq ham arxiv hujjatini bog'lashda muammo tug'dirishi mumkin. Men bunday holatda taslim bo'lmaslikni arxivdan, sobiq ish joyidan, sud orqali faktni tasdiqlash imkoniyatidan foydalanishni maslahat beraman. 4-guruh qaramog'ida boshqa kishi bor pensionerlar. Masalan, bu pensiya oladi, lekin u bilan birga voyaga yetmagan nabirasi yashaydi. Yoki pensionerning o'zi qarovga muhtoj turmush o'rtog'iga qaraydi. Bunday oilada pensiya faqat bir odamning daromadi bo'lib ko'rinadi, lekin real xarajat 2 yoki 3 kishiga bo'linadi. Ijtimoiy yordamni baholashda bunday holatlar albatta aytilishi kerak. Agar sizning pensiyangiz barqaror, hujjatlaringiz to'liq, oilangizda daromad yetarli, yashash sharoitingiz og'ir toifaga kirmasa, davlat yordami bo'yicha keskin o'zgarish sizga bevosita ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Hech bo'lmaganda pensiya hisobingiz, ish staji, bank kartangiz, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz to'g'ri kiritilganini tekshirib qo'ygan yaxshi. Chunki ko'p muammolar pul kelmay qolganda emas, undan oldin oldi olinmaganda boshlanadi. Masalan, pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tadi, lekin ro'yxatini yangilamaydi. Bank kartasi muddati tugaydi, lekin yangisini vaqtida olmaydi. Telefon raqami o'zgargan, lekin idoralarda eski raqam turibdi. Keyin xabar kelmaydi, chaqiruv yetib bormaydi. Ariza holatini tekshirish qiyinlashadi. Shuning uchun xavotirga tushmasangiz ham ma'lumotlaringizni tartibga keltirish foydali. Birinchi misol, 68 yoshli ota 20 million so'm atrofida pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa viloyatda. Lekin propiskada katta o'g'li ham shu uyda turibdi. O'g'il amalda Toshkentda ishlaydi. Otasiga ba'zan yordam beradi, lekin doimiy emas. Ota mahallaga yordam so'rab boradi. Lekin tizimda oila tarkibida ishlaydigan farzand ko'ringani uchun daromad yuqoridek chiqadi. Bu yerda yechim nima? Avvalo ro'yxatdagi real holatni tartibga keltirish, farzandning yashash manzilini yangilash. Mahalla faollari orqali haqiqiy yashash sharoitini dalolatnoma bilan tasdiqlash kerak. Shundan keyin ariza qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol, 74 yoshli ona pensiyasini oladi. Lekin u har oy dori uchun katta xarajat qiladi. U mening pensiyam bor, menga yordam berishmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda sog'liq bilan bog'liq og'ir xarajatlar ijtimoiy ko'mak masalasida inobatga olinishi mumkin. Buning uchun shifokor xulosasi retseptlar, dori xarajatini tasdiqlovchi chek yoki ma'lumotlar. Nogironlik hujjati bo'lsa, uning nusxasi tayyorlanadi. Bu hujjatlar odamning ahvoli qog'ozda ko'rinishi uchun kerak. 3-misol, 63 yoshli ayol pensiyaga chiqqan, lekin 1970-yillardagi ish staji hisobga olinmagan. U o'sha korxona yopilib ketganini aytadi va endi topib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda arxivga murojaat qilishni tavsiya qilaman. Korxona yopilgan bo'lsa ham uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Agar ish haqi ma'lumoti topilmasa ham, ish davrini tasdiqlovchi buyruq, shaxsiy varaqa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish ma'lumotlari topilishi ehtimoli bor.
Bu esa pensiyani qayta hisoblashga asos bo'lishi mumkin. 4-misol, er-xotin pensioner. Ikkalasi ham pensiya oladi, lekin biri og'ir kasal, ikkinchisi unga qaraydi. Tashqaridan qaraganda oilada ikki pensiya bor. Demak, yordam kerak emasdek tuyuladi. Lekin real hayotda bitta pensiya deyarli doriga, ikkinchisi oziq-ovqat va kommunal to'lovlarga ketadi. Agar parvarish qilinayotgan odamda nogironlik bo'lsa yoki doimiy qarovga ehtiyoj tibbiy hujjat bilan tasdiqlansa, qo'shimcha xizmatlar yoki moddiy ko'mak masalasi ko'tarilishi mumkin. Eng muhim nozik jihat shuki, yordam avtomatik tarzda hamma pensionerga berilmaydi. Men pensionerman, demak menga albatta beriladi degan tushuncha noto'g'ri. Har bir yordam turining o'z mezoni bor. Ba'zilarda yosh muhim, ba'zilarda daromad, ba'zilarda nogironlik, ba'zilarda yolg'izlik, ba'zilarda uy-joy sharoiti yoki tibbiy ehtiyoj asosiy rol o'ynaydi. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasiga tushadigan har qanday pul daromad sifatida ko'rinishi mumkin. Masalan, farzand har oy onasiga 500 ming so'm yuboradi. Bu yaxshi yordam albatta. Lekin ayrim baholashlarda bu pul ham oilaning real daromadi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun ariza topshirayotgan odam o'z daromad manbalarini yashirmasligi kerak. Yashirish keyin rad javobiga, ortiqcha olingan pulni qaytarish talabiga yoki ishonch yo'qolishi olib kelishi mumkin. Uchinchi nozik jihat mulk masalasi. Ba'zi pensionerlarning nomida eski hovli foydalanilmayotgan yer. Mashina yoki boshqa mulk bo'lishi mumkin. Odam bu mulkdan foyda olmayapman deydi. Lekin tizimda mulk borligi ko'rinadi va bu yordamga ta'sir qilishi mumkin. Agar mulk amalda yaroqsiz bo'lsa, bahsli bo'lsa, meros masalasi hal qilinmagan bo'lsa yoki odam undan daromad olmayotgan bo'lsa, buni alohida tushuntirish kerak bo'lsa, hujjat bilan asoslash zarur. 4-nozik jihat. Bir manzilda ro'yxatda turish bilan birga yashash har doim bir xil emas. Lekin ko'p tizimlar birinchi navbatda ro'yxat ma'lumotlariga qaraydi. Shuning uchun bolam boshqa joyda yashaydi. Lekin propiskasi menda degan holat ko'p muammo keltiradi. Agar yordam olish masalasi dolzarb bo'lsa, oilaviy tarkibni, yashash manzilini va haqiqiy holatni tartibga solish kerak. 5-nozik jihat, ariza rad etilsa, bu oxirgi qaror degani emas. Rad javobining sababini yozma yoki rasmiy tarzda bilish kerak. Sizga chiqmaydi degan og'zaki gap yetarli emas. Nima sababdan chiqmaydi? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? Manzil noto'g'rimi? Nogironlik ma'lumoti bazada ko'rinmayaptimi? Shuni aniqlasangiz, xatoni tuzatish mumkin bo'ladi. Men doim odamlarga aytaman, rad javobi bilan bahslashishdan oldin uning sababini tushunib oling. Birinchi xavf vositachilarga ishonish. Men sizga yordam pulini chiqarib beraman. Faqat oldindan pul bering deydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Davlat yordami uchun ariza berish rasmiy yo'l bilan amalga oshiriladi. Agar kimdir kafolat berayotgan bo'lsa, bu juda shubhali. Hech kim sizga qonuniy asos bo'lmasa, yordamni kafolatlab bera olmaydi. Ikkinchi xavf, hujjatni soxtalashtirish. Daromadni yashirish, yolg'on ma'lumot yozish, boshqa odamni uyda yashamaydi deb ko'rsatish, tibbiy holatni bo'rttirish keyinchalik jiddiy muammo tug'diradi. Agar ortiqcha to'lov aniqlansa, uni qaytarish talab qilinishi mumkin. Eng yomoni keyingi murojaatlarda ishonch pasayadi. 3-xavf, muddatlarni o'tkazib yuborish. Ayrim yordamlar uchun ariza muayyan davrda ko'rib chiqiladi. Ayrim hujjatlarning amal qilish muddati bo'ladi. Masalan, tibbiy xulosa eski bo'lsa, qayta ko'rik talab qilinadi. Bank kartasi muddati tugagan bo'lsa, pul tushishi kechikadi. Shuning uchun hujjatlar faqat yig'ilmasligi, yangiligi ham tekshirilishi kerak. 4-xavf, boshqa imtiyozlardan bexabar qolish. Odam faqat pensiya miqdorini so'raydi, lekin sanatoriy yo'llanmasi, uyda xizmat ko'rsatish, dori-darmon bo'yicha yengillik yoki mahalla orqali moddiy yordam haqida so'ramaydi. Savolni to'g'ri berish kerak. Menga yana qanday yordam turlari tegishli bo'lishi mumkin deb so'rang. Shunda mas'ul xodim faqat bitta yo'nalish bilan cheklanmasdan boshqa imkoniyatlarni ham ko'rib chiqadi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish staji, pasport yoki ID karta, bank karta ma'lumotlari tartibda turishi kerak. Agar mehnat daftarchasi tushunarsiz yozuvlar, muhr yo'qligi, sana xatosi, familiya o'zgarishi bo'lsa, buni oldindan aniqlang. Ikkinchi qadam. Yashash manzilingiz va oilaviy tarkibingizni tekshiring.
Siz bilan kimlar ro'yxatda? Ular amalda siz bilan yashaydimi? Ularning daromadi bormi? Agar real holat bilan hujjatdagi holat farq qilsa, yordamga murojaat qilishdan oldin bu masalani tartibga soling. Chunki ko'p rad javoblari aynan shu joydan chiqadi. 3-qadam mahalla yoki ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilayotganda umumiy gapirmang. Menga yordam kerak deyishdan ko'ra aniq ayting. Men yolg'iz yashayman, pensiyam falon so'm, har oy dori xarajatlarim falon so'm, kommunal to'lovlarim falon so'm. Qo'shimcha yordam yoki xizmat turlarini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Aniq raqam va aniq holat masalani tezroq tushunishga yordam beradi. 4-qadam hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. ID karta yoki pasport, pensiya ma'lumoti, bank rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, oilaviy tarkibga oid ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar, dori-darmon xarajatini ko'rsatuvchi chek yoki retseptlar, kommunal to'lovlar bo'yicha kvitansiyalar, arxiv ma'lumotlari, agar kerak bo'lsa mahalla dalolatnomasi. Har bir yordam turi uchun ro'yxat farq qilishi mumkin, lekin shu hujjatlar tayyor bo'lsa, jarayon ancha osonlashadi. 5-qadam. Arizani yozma shaklida bering yoki rasmiy elektron tizim orqali yuboring. Og'zaki aytilgan gap esdan chiqishi mumkin, lekin ariza iz qoldiradi. Ariza ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya miqdoringiz, muammoingiz, so'rayotgan yordamingiz va ilova qilingan hujjatlar ro'yxati bo'lsin. Arizani topshirganingizni tasdiqlovchi belgi, raqam yoki bildirishnomani saqlab qo'ying. 6-qadam. Javobni kuzatib boring. Agar sizga telefon qilishsa javob bering. Agar qo'shimcha hujjat so'rashsa kechiktirmang. Agar ariza rad etilsa, sababini so'rang. Sabab aniq bo'lsa, keyingi harakat ham aniq bo'ladi. Masalan, daromad yuqori deyilsa, qaysi daromad hisobga olinganini bilish kerak. Hujjat yetishmaydi deyilsa, qaysi hujjat kerakligini aniqlash kerak. Manzil mos emas deyilsa, ro'yxat masalasini hal qilish kerak. 7-qadam. Agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki murojaatlarni qabul qiluvchi rasmiy kanallarga yozing. Lekin shikoyat yozganda ham hissiyot bilan emas, dalil bilan yozing. Menga yordam bermayapti deyish o'rniga, falon sanada ariza berdim, falon raqam bilan ro'yxatga olindi, falon sabab bilan rad etildi. Lekin men quyidagi hujjatlar asosida bu qarorni qayta ko'rib chiqishni so'rayman deb yozish ancha samarali. Men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Unda pensiya miqdori, bank kartasi muddati, asosiy dori-darmonlar ro'yxati, oylik xarajatlar, kommunal to'lovlar, murojaat qilingan idoralar, ariza sanasi va javoblar yozib borilsin. Bu oddiy ko'rinadi, lekin juda foydali. Chunki keksalar ko'pincha qaysi kuni qayerga borganini, kim nima degani eslab qola olmaydi. Daftar esa hammasini tartibga soladi. Farzandlar uchun ham alohida aytaman. Ota-onangizning pensiyasi borligi ularning barcha ehtiyoji qoplanadi degani emas. Ulardan pul yetyaptimi deb umumiy so'ramang. Aniq so'rang. Dori qancha bo'lyapti? Gaz va elektr qancha chiqyapti? Karta ishlayaptimi? Mahalladan xabar olishdimi? Shifokor ko'rgiga borishdimi? Ko'pincha keksalar farzandlarini bezovta qilmaslik uchun muammosini yashiradi. Natijada yordam olish imkoniyati ham bo'y beriladi. Yana bir muhim masala. Agar pensionerning o'zi idoralarga bora olmasa, ishonchli yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin hujjat topshirishda rasmiy tartibga rioya qiling. Kerak bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiring, telefon raqamini to'g'ri ko'rsating. Javoblarni nazorat qiling. Qo'shnim biladi, o'sha topshiradi degan noaniq yo'l ko'pincha hujjat yo'qolishi yoki noto'g'ri topshirilishi olib keladi. Bugungi asosiy gap shuki, pensionerlar uchun davlat yordami faqat pensiya miqdori bilan cheklanmaydi. Yangi tartib va elektron tekshiruvlar ayrim jarayonlarni osonlashtiradi, lekin hujjatlarda xato bo'lsa, yordam kechikishi yoki rad etilishi mumkin. Shuning uchun men sizga pensiya hujjatlarini, yashash manzilini, oilaviy tarkibni, tibbiy hujjatlarni va real xarajatlarni tartibga solishni tavsiya qilaman. Ayniqsa yolg'iz yashaydiganlar, nogironligi borlar, dori xarajati yuqori bo'lganlar, pensiyasi juda past chiqqanlar va qaramog'ida boshqa odam bor pensionerlar bu masalani albatta tekshirtirsin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda o'z vaziyatingizni yozib qoldiring. Pensiya yordam hujjat kirati javobi bo'yicha qanday muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing,
Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, qarindoshlaringizga yuboring. Chunki vaqtda berilgan bitta maslahat pensionerning butun o'yini yengillashtirishi mumkin.